$10,000 voucher. Assalomu alaykum. Alayhissalom. Hammamizga bersin. Yaxshimisizlar? Huzurda yo'lga tayyorgarlik bilan chiqib bolalar keling. Assalomu alaykum. Lekin ovora bo'lib, yo'qlaydigan Alloh yo'qlasin, biringlarga minglarga tuman bersin. Bergan e'tiboringlar uchun, mehr muhabbat uchun, muruvvat uchun Allohim bir to'kilgandan to'lqarib, sizlar kutgandan ziyoda qilib bersin. Biz borayotgan joylarga ham Alloh qo'sha chaqiraversin hammamizni. Safarlaringiz bexatar bo'lsin, yaxshi borib keling. Asr ekan bilan gaplashib oldik 26-yil konsertida hamkorimiz Xudo xolisa zor qilaveramiz inshaalloh. Har yil yetadi, zo'r bergan. Xudo xolisa mana bunga nasib qildi. Korxonamizdan sizga $10,000 voucher bu bizning любой xizmatimizga. Xudo xolisa. Xizmatingizdamiz Xudo xolisa. Rahmat katta. Yoningizdamiz inshaalloh. Rahmat katta. Sog' bo'ling, bunaqa yoshlar ko'pini ko'ravering, iloyim. $10,000 voucher. Ishlatib yuboramiz, Xudo xolisa, hech xavotir olmanglar. Bor. Xudo xolisa. To'y qilib aytolmaganlar bor, o'shanga ishlataman sizlarni. Ayyoningizdamiz. Rahmat. Hardan necha yil bo'ldi? 30 yildan oshdi-yu, kezib. Oshdi, Xudo xolasa. Oshdi, opa. Nechta shogirdlar Kichkina bola. Sizchi mana bir chekkada xalqimizning xizmatini qilib, kayfiyatini ko'tarib, yaxshi kunida turibmiz-da. Vatan uchun, aziz qilib qo'ydik, qarang, qattiq borsin, yaxshi tadbirlardamiz. Hamisha shunaqa aziz bo'lib, nomer 1 bo'lib, hamma ish qilib, shogirdlarni duo qilib, bizdagi ukalaringiz vaqtiga sog' bo'ling. Hoji akam bilan qo'sha qaring, navaralarni bola hammasini rohatini ko'raylik. Nilufar-xonni ham konsertlarni o'zimiz olib berdik, Xudo xolisa. Chiroyli bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, opam. Bunaqa yoshlar ko'pini bo'ling, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Duo qilib qo'ying. Borib bizlarni. Albatta.